Aşkı zaten turun tabala kirib Soğan var menenle. Nima bu o'tirish? Birovni bog'iga kirib olib mazzamizga. Sizni bog'ingizmidi aka? Turmandingizmi? Sizlar ma'lummi? Nima qilyapsan? O'g'rining nomini bilasizmi? Shu nomini bilmayman ekanmiz. O'sha nomini aytgan keldim aka. Bitta o'xshatuvchi bo'lsa reklam obzor qilinchi o'rgimiz. O'rigimizning navi oranj-rubiy bo'ladi. Holatini bitta ko'ring. Qo'yib hosil olgan. Keyin dehqon akalar sizlardan iltimos. Menga o'xshagan o'rikni yaxshi ko'radiganlar uchun bunaqa bekinishga joylar qilib qo'yinglar. Buni ishonchli ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Kalibrlari yirik, danagidan 100% ajraydi. Mana. Bo'ldi, tamom. Maza bo'yicha ham lider. Videoga bittadan like bosib, o'rik xordoslarga videoni jo'natib qo'yinglar. Keyin safar ha? Yur aka. Bog'dan 2 kilometr uzoqda yuraveramiz. Mana shirin aka. Necha kilo edish? Qaytarib bering. Ya necha kilo eganingizni ayting. Yeganim bilmadim, olganim bitta. Bir 2 kilo yegan bo'lsa 60 ming so'mdan 120 ming. Yuraverib bitta kassa qilib olamiz. Ayting nima qildi?